36 kilogramm ozish challenge'im 5-kun, 2-qism. Haligi boyagi aytgan oshimga yarim cho'mich yog' soldim. Yarim cho'mich yog' bilan ajoyib osh chiqdi, qizlarjonlar. Bilasizlarmi, oldin ayjonim yog'ni kamroq solgin desalar ham hech qachon kam solgim kelmasdi, chunki yog' oshni shirin qiladi deb hisoblardim va ko'p yog' solardim. Va pullik kursida o'qibgina buni bildimki, 1 gramm yog' 9 kaloriya. Yarim cho'michni o'zida 50 gramm va bu 450 kaloriya bo'ladi. 450 kaloriya endi tasavvur qilib ko'ring. Biz odatda yog'ga oshga 2 cho'mich yog' solsak 1800 kaloriya, ya'ni bir kunlik normamiz. O'zi hisob qo'ygan bo'lamiz oshig'i bilan. Shuning uchun ertalab tuxum qovurayotganimda ham ozgina yog'ga mana bunaqa narsada sepib tuxum qovurdim.